Tanishing, bu Rasputin. Fodor Rasputin. O'z davrining eng sirli va eng brutal shaxsi. Time to dance. U haqida gap ochilganida uni joni qattiq odam deb atashadi. Aytishlaricha uni bir necha marta o'ldirmoqchi bo'lishgan. Bir kechada u zaharli vino ichgan, zaharli tort yegan, unga o'q uzishgan, o'laksa qilib do'p boslashgan. Shunga qaramay u tirilib, yana yurib ketgan deyshadi. Oxiri uni muzdek Neva daryosiga tashlashgan va faqat shunda Rasputin cho'kib o'lgan. Qanday chidamli inson, shunday emasmi? Lekin bularning katta qismi afsona. Uni sianid bilan zaharlashgan deyshadi, ammo sud tibbiy tekshiruvida Rasputin tanasida zahar izlari mutlaqo topilmagan. Unga o'q uzishganda ham o'lmagan. Aslida u birinchi o'qdayoq og'ir yaralangan, keyingi o'qlar esa halokatli bo'lgan. Ayniqsa qoq peshonasiga tekkan o'q o'limga sabab bo'lgan bo'lishi ehtimoli yuqori. Va nihoyat Neva daryosiga tashlashgach u cho'kib o'lgan. Eng mashhur versiya. Lekin sud tibbiy xulosalariga ko'ra u suvga tashlanishidan oldin allaqachon o'lgan bo'lishi mumkin, chunki uning o'pkasida suv miqdori aniqlanmagan. Demak, u suvga tashlanayotganda nafas olmayotgan bo'lgan. Xo'sh, Rasputin kim edi o'zi? Avliyomi yoki lo'ttivoz? Rasputin sibirlik oddiy dehqon oilasidan chiqqan. O'zini muqaddas odam sifatida ko'rsatgan. U podshoh Nikolay II oilasiga yaqinlashib qoladi. Ayniqsa podshohning gemofiliya kasalligiga chalingan o'g'li Alekseyga yordam bergani aytiladi. Ba'zi tarixchilarga ko'ra Rasputin bolaning qon ketishini tinchlantira olgan. Ehtimol gipnoz, ehtimol shunchaki aspirin bermaslik orqali. Chunki o'sha paytda aspirin qon ketishini kuchaytirgan. Podshoh oilasi uchun u najotkor edi, lekin zodagonlar va siyosatchilar uchun u xavfli manipulyator. Uni ichkilikboz, ayollar bilan ko'p yuradigan, siyosatga aralashadigan shaxs sifatida ko'rishgan. Haqiqat qayerda? U kuchli ta'sir o'tkaza oladigan, psixologiyani yaxshi tushungan, xarizmatik odam bo'lgan. Ammo Rossiya imperiyasi qulayotgan bir davrda xalq g'azabiga aybdor kerak edi va Rasputin ideal qurbon bo'ldi. Oxir-oqibat Rasputinning o'limi uning hayotidan ham mashhurroq bo'lib ketdi. Siz Rasputin haqida yana nimalarni bilasiz? Izohlarga yozib keting va obuna bo'lish esdan chiqmasin.